Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari, mana betonlarimizni boshlab qo'ydik. Narki tomonni hovlini to'rini quyib bo'ldik. O'sha yerdan ustalarimiz 15 metr joydan betonni toshib kelyaptilar. Har xil vaziyatlar bo'ladi bu yerga. Ko'p odamlar tushunmaydi, nega beton qimmat degan savolni o'rtaga ko'ndalang qilishadi. Mana ahvol. Rastvorda o'sha 15 metr joydan ko'chadan toshib kelyapti. Shularni hammasini hisobga olgan holda biz narx chiqaramizda. Osmondan olib, yerdan olmaymiz narxni. Kelishilgan holda boshqa ustalar bilan ham surishtirib, shunga qarab mehnatimizga yarasha haq so'raymiz. Uni tagini kapat qilingan, chuqur qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana betonlar tashlangan. Bu hozir 40 ga yana 40 bo'lyapti, chuqurligi 50 bo'lyapti mana. Tag pastga ham padush bor, 10 sm kavlangan. Ko'rsatib o'taylik. Mana kuzatuvchilarimizga mana chuqur qilib kavlangan, mana bu stoyka bu. Hech qayerga betonni oqqani qo'ymaydi. Jilkalarimiz vodinnoyga olingan, как положено chiroyli qilib quyib topshiriladi. Mana usta blok teradigan, g'isht teradigan ustalar umuman qiynalmaydi. Nolga olyapmaydi mana. Ana qo'shni devolam yiqilishga tayyor bo'lib turibdi. Mana ham quyamiz. Qachonlardir